شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylardagi Uyg'ur qarindoshlarım. Allohning salomi sizlarga bo'lsin. 12 ayning sultoni bo'lgan Ulug' Ramazon Karim kelish munosabati bilan Uyg'ur TV orqali sizlarga salom yo'llayman va shundaqla sizning Ramazoninglar muborak bo'lsin. Shu Ramazondagi har bir daqiqalar toat, ibodatlar bo'lsin. Qiyomatdagi o'rninglar jannatul firdavs bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam qo'shninglar bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, Ramazon bo'lsa İslamның asası 5 prinsipning 4-cü prinsipi. Bu Ramazandan ibaret bu ulug' ibadat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret qilib, hicretning 2-yilsi Şaban ayida farz bo'lgan ulug' bir ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Qur'oni Karimda A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey Allah iman etgan mu'minlar, burunqilarga farz qilingandak sizlarga ro'za farz qilindi, sizlarning taqvodor bo'lishinglar uchun. Allah subhanahu wa ta'ala bizningki iymonimizni texmi yukselsin. Bularning Allohga bo'lgan bandichiligi yana bir daraja yuqori pallaga ko'tarilsin deb bizga bu 12 oyda bir qatim keladigan mana bu mavsum oyini Alloh subhanahu va taolo berdi. Endi bu Ramazon shu darajada ulug' bir ibodatga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi. Kullu amali ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yani Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. İnsan balasının ameli şu insan balasının paydası uchun bo'ladi. Yani onun ajri savab berildi. Biroq Ramazan ro'zining ajri savobini Allah subhanahu wa ta'ala men o'zim beraman deydi. Allah subhanahu wa ta'ala basa özünün ulug'ligi, özünün saxiyligi, özünün kattılığı qarta bizga yani hesapsız biz tasavvur qilsiz ajrlarni beradi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan bir hadis sharifda shunday deydi. Man sama Ramazana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi deydi. Bir adam Ramazonning farz ekanligiga iymon etib, faqat ajrni Allohdan kutib ro'za tutgan bo'lsa, uning burunqi gunohlari kechirildi dedi. Ya'ni Alloh bilan banda o'ttirsida bo'lib qolgan har qanday gunohlar kechirildi dedi. Qarindoshlarim, bir insonning 100 milyon qarzi bor ekan. Agar bir odam sana 30 kun bir vaqt tamoqni kam yesang, shu 100 milyon qarz gadinidan saqit bo'ldi desa, bu qarzlar uchun ro'za tutmoq shundoq bir oddiy ish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sil bizga marhamat qilib, bizning insonligimizni, davomli xatolashadiganligimizni bilib, bizga mush xatolikni yo'ydigan oltin fursatni yaratib berdi. Mana her bir dünyanın her qaysı joylardagi musulmon qarindoshlarimiz bu fursatni g'animat bilib, niyatini xolis qilib, Alloh subhanahu va taoladan umid kutib bu Ramazonni tutishimiz kerak. Yine bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam "Man qama Ramazon imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam" dedi. Yani bir adam Ramazonda mushu tarovih namozini Allah rızalығы üçün Allah'tan soğuk kütüp okusa onun günahları keçirildi dedi. Demek bu Ramazanda günahları keçirildiğin, savab ecirle həsilep berildiğin muşundaq uluq bir ay. Hem de bu Ramazanның uluqlığı, Ramazanның katılığı haqqında ayet hadislerini sözlesek, bu vaqtla bizge yar bermeydi. Bu nihayet uluq ibadet. Ondaqda
Muşunçula ulug' ibodat bizdan nimani maqsad qildi qarindoshlarimiz? Bu muhim. Bu Allah subhanahu va taolo bizning ro'za tutishimizga hargizmi ehtiyojliq emas. Biz ro'zani tutishga ehtiyojliq. Ammo Allah subhanahu va taolo ro'za tuttirish orqali bizdan ma'lum bir maqsad nishonlarning ro'yobga chiqishini maqsad qiladi. Jumladan oyatda nimda deyilsa, Ramazon farz qilishlik sabab sizlarning taqvodor bo'lishinglar uchun. Taqvodorlik Allah sevgisining qalbimizda o'rin elishi. Bizningki bir sifatlik, safoliq, insonlarga ziyon yetmaydigan, balki foydasi tegadigan, boshqalarning haqqini yemaydigan, boshqalarga tahi bir haq yegizadigan, boshqalarga azor bermaydigan, balki azor yeganlarni qutqizadigan. Mana bu mu'min, haqiqiy taqvodor mu'min. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Man lam yada' qawla az-zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Navada bu ro'za tutgan odam yolg'onchilikni tashlamasa vel amala bih deydi. Ve zur vel amala bih. Ve yalgan guvachilikni ve yalganga amel qilishni tashlamasa, Allohning uning ro'zasiga ehtiyoji yo'q deydi. Demek Ramazandan maqsad bizda bir yalg'onchilikdan iborat bu illat tepilib qolsa, mana bu ulug' Ramazanda mushu illatdan qutulish niyeti ve iradesi buluş gerek. Çünkü kardeşlerimiz Ramazan degan söz Farsça söz bulup bunun Arapçası savm, siyam deyildi. Uygurca tercümesi olsa çekleniş degan buludu. Biz ro'za tutgan adam attiginsi suhurluq yegan vaqtdan tatib kechgacha iftar qilg'ichilik yemek içmekten ve ayollarga yiqilishdan cheklandi. Bu somning lug'at ma'nosi. Ammo haqiqiy som degan nima degan gap desa, inson bütün yomonlikdan cheklanish, ig'izimiz yemek içmekten, g'aybat shikoyatdan, boshqalarning ko'ngliga azor berishdan, boshqalarni haqoratlashdan, hatto inson emas, hayvonni haqoratlashdan ro'za tutgan bir oy. Biz bu oyda Allohdan boshqa har qanday narsani ro'za tutishimiz kerak. G'aybat shikoyat qilmasligimiz kerak. Boshqalarning ko'nglini og'ritmasligimiz kerak. Günah, ma'siyat bo'ladigan, Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydigan hamma narsadan ro'za tutishimiz kerak. Mana bu Ramazon qarindoshlar. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir hadis sharifda shunday deydi: "As-siyamu junnah." Ramazon qalqondir deydi. Nima qalqon? Yani belki bizni nurg'un gunoh ma'siyatdan bu dunyoda saqlab qoladigan, oxiratda do'zaxdan saqlab qoladigan qalqon. Fala yarfus va la yajhal. Bu ro'za tutgan odam axloqsiz ish harakatda va gap so'zda bo'lmasin. Va la yajhal, nodonlik qilmasin. Va in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im. Bir odam u odam bilan urushmoqchi bo'lsa yoki haqoratlagan bo'lsa, men ro'za tutgan deb ketib qolsin deydi. Maqsad nima? Baş 30 kun jarayonida bir odamning g'aybatini qilmaymiz, bir odamga tuhmat qilmaymiz, bir odam bilan jangi-jadal qilmaymiz. Aksicha jangi-jadal qilsa, "Xapoma, men ketib olay, men ro'za tutgan deb ketimiz" deyishki maqsad bizni 30 kun mushundaq esil bir maktabda tarbiyalamoqchi. O'ylab bakalım qarindoshlarimiz. Biz hozir bir niyat maqsad kelib, 30 kun yolg'onchilik qilmayman. 30 kun hech kimning g'aybatini qilmayman. Hech kimning kaynidan qilmayman. Hech kimning kaynidan gap qilmayman. Shu qatorda ayolim bor, bolalarim bor. Hech kimga axloqsiz gap so'z ish harakatda bo'lmayman deb 30 kun bu maktabni o'qisak, Allah subhanahu va taolaga haqiqiy ro'za tutgan bo'lamiz. Mana bu ro'zaning ma'nosi qarindoshlar. Shuni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam deydi: "Rubba sa'imin hazzuhu minas-siyam al-ju' wal-atash" deydi. Nurg'un odam ro'za tutib erishgini usuzliqdan va ochlikdan iborat deydi. Bu kimlar desa, og'iz ro'za tutgan, ammo g'aybat shikoyatdan, insonlarga aziyat berishdan, boshqalarni haqoratlashdan, kayindan gap tepishdan, boshqalarning ayibini izlashdan o'zini buningdan ro'za tutmagan odam
Ro'za tutamadı qarindoshlarimiz. Asli ro'zaning maqsadi shu, qarindoshlarimiz. Islom bizni, ya'ni islom bizni nim bilan tarbiyalagan desa, 5 vaqt namoz, umrda bir qatim qilgan haj, mushtaq 12 oyda bir qatim qilgan Ramazon orqali islom bizni mushu usul orqali tarbiyalaydi. Namoz tarbiya qarindoshlarimiz. Namoz o'qigan odam innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz o'quvchini yomon ish-harakatdan tusudi deydi. Qanday tusudi? Inshaalloh bu hozir demaymiz, kincha darsimiz deyishimiz mumkin. Hajmi shu, faman hajja fala rafasaqa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haj qilgan boshqalar bilan urushmasin, jidallashmasin, sat qiliqlarni qilmasin, aqsos ish-harakatlarni qilmasin deydi. Bu dinning maqsadi nihoyat sifatlik bir inson qilib yetirish. Shuning uchun biz mush Ramazonni yaxshi tutsak, sifatlik bir musulmon, sifatlik bir da'vochi, ya'ni bizning haq bo'lgan Turkiston da'vochisi bo'la olamiz. Bu ro'zani yaxshi tutsak, biz Turkiston uchun yaxshi bir o'zimizni yetishtirgan bo'lamiz, o'zimizni takomillashtirgan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz Jabir radhiyallohu anhu nima deydi desa, sen ro'za tutsan, quliqing ro'za tutsin, tiling ro'za tutsin, ko'zing ro'za tutsin deydi. Bu nima degan gap? Quliqing ro'za tutsin, har qanday yomon gaplarni, yolg'on gaplarni, soxta gaplarni, g'aybat shikoyatni anglamasin degan bo'ladi. Ko'zing ro'za tutsin degan gap, ya'ni nomahramlarga, Alloh rozi bo'lmaydigan manzarlarga, ko'rinishlarga qarama deydi. Sening tiling ro'za tutsin, nimadan? Yolg'onchilikdan, g'aybat shikoyatdan, tayini yo'q, quruq gaplardan ro'za tutsin. Senin nima deydi bo'lsa, senda bir xil esil ro'za qadamda esil sifatlik, oliy janoblik, tamkinlik bo'lsin deydi. O'ylab baxanlar qarindoshlarimiz. Mana bu bizning dinimiz. Dinimiz buni mushtaji tarbiyalamoqchi. Bu Ramazon tutgan odamning gunohini kechiryotadi. Ramazon tutgan odam Alloh o'zini ajri degan ma'ni qiziq berdi Alloh subhanahu va taolo. Buni nayet mümkün. Şunun için nima deydi olsa, senin ro'za tutgan kuning bilan ro'za tutmagan kuning o'xshash bo'lib qolmasin. Demak, Ramazon alohida qarindoshlar. Hammamiz eng muhimi inshaalloh ayt keldigan Ramazonga mushundaq bir niyat bilan kiraydi. Men mushundaq bir o'zgaray. Ramazon o'zgarish oyi. Ramazon 30 kunlik maktab. Hamda inshaalloh buningdan keyingi darslarimizda bu Ramazon haqida texmi cho'nqur tushuncha beramiz. Bu Ramazon bek ulug' oy. Men so'zimni bu ulug' ibodat oyida sizlar qilish tegishli bo'lgan bir necha muhim ibodatlarni sizlarga taklif berish orqali so'zimni oxirlashtiraman. Qarindoshlar, biz hayitlarga, bayramlarga chiqmoqchi bo'lsak, koni kiyimlarimizning o'rniga yangi kiyimlarni kiyib, buyimizni sug'i silib, munchilar kirib pokiz bo'lib boramiz. Bu oyda biz qanday pokiz bo'lamiz desa, tavba qilish orqali. Har bir musulmon bu Ramazonga tavba qilish kerak. Tavba degan nima degan gap qarindoshlarimiz? Tavba degan o'zimizda bor bo'lgan nachar illatlarga, nachar qilmishlarga tavba qilish, pushaymon qilish va qilmaslik irodasiga kelish degan bo'ldi. Biz bu ulug' oyga Alloh bizni kechirish uchun bizni kechirishimiz, Allah subhanahu wa ta'alaning bizga marhamat qilish uchun bizim boshqalarga marhamat qilishimiz kerak. Bu birinchi eng muhim ish tavba qilish. Ikkinchisi kechirib o'tish qarindoshlar. Kishilik hayotda yoki undaq yoki bundaq ko'ngil og'rig'i bo'lmay qolmaydi. Bu bizning hozirgi chet elda shu siyosiy da'vo yo'lida nurg'un talashlar bo'lyapti. Biz Sharq Turkiston davosining yana mush Ramazonda yuqori pallaga chiqish uchun mush Ramazon oyini yangi bir oy. Burunqi adovat, o'chmanlik, ko'ngil og'riqni hammani unutulish. Boshqalar bizga qan bo'lsa, biz unutulish, boshqalar qilib qo'ygan bo'lsak, tövbe qilib shulardan ikki qo'r telefonni xat yozib kechirim so'rash. İhilgen başına kılıç kesmepti degan gap qilishimiz. Allah subhanahu wa taala o'zini men tövbelerini qabul qiluvchi deb Qur'oni Karimda bir necha juziyat tunishdi. Allah subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin dedi. Tövbe qilishlarni yaxshi ko'radi dedi.
Shuning uchun Alloh mash ulug' Ramazonda gunohingni afv qilib ben tövbe qilman desa, biz qilmishlarimizni har xil bana sabab bilan oqlab, o'zimizni oqlab jumay, Alloh subhanahu va taologa tövbe qilsak tugaydi va kechirvatsak, kechirim so'rasak, mana bu haqiqiy tövbe qilgan bo'lamiz. Ikkinchisi qarindoshlarimiz, bu oy Qur'on oyi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de "Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinatin minel huda vel furqan femen şehide minkumuş-şehre felyasum ve men kâne marîden av alâ seferin fe'iddetun min eyyâmin ukhar yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr." Şehr Ramazan bolsa Qur'an nazil bo'lgan, ya'ni insonlarga hidoyat va hidoyatni aniq bayon qilib bergan bu Qur'oni Karim Ramazon oyida nazil bo'lgan. Kimki oyni ko'rsa ro'za tutsin, kasal bo'lsa, safar ustida bo'lsa, boshqa vaqtda tutib olsin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga osonchilikni xohlaydi, taschilikni xohlamaydi deb bu oyatda, ya'ni Qur'onning Ramazon oyida nazil bo'lgani bayon qilingan. Ramazon oyi Qur'on oyi. Qur'onni savoblik uchun eng aqallisi bir qatim xatmi qilish qarindoshlar, ya'ni boshdan oyoq o'qib chiqish. Yoki texim yaxshi qilaylik, Qur'on haqida tadqiqot kitoblarini, Qur'onni o'zimiz tarjimasini o'qib, o'zimiz tafakkur qilish. Bu Qur'on bizning eng muqaddas, eng ulug'. Hamma odam dunyoda insofliq kofirlarni itiraf qilgan bir ilohiy, bir din, bir o'zgartirib etilmagan, balki mangu o'zgartilmaydigan Alloh men o'zim saqlayman degan beshimizning tojisi muqaddas kitobdir. Ramazon oyida bu Qur'on qandoq kitob? Bu Qur'on zodib haqiqatan mushunda ulug' kitobmi? Bu Qur'on Allohning kalomi deydi. Ras Allohning kalomimi? Bu Qur'on men uchun, men Ahmad, men Samat uchun nima deydi? Bu Qur'onda chiqish yo'limiz bor. Ikki dunyoning baxtsizatining ochqich Qur'on deydi. Zodi bu Qur'on qandoq kitob deb, mush Qur'on haqida ma'lum vaqt ajratib qarindoshlar. Bo'libmi Yevropada yashayotgan qarindoshlarimiz bu Qur'onni bilaydi. Hozir ya'ni din to'g'riliq qalamqan gap qildigan, hatto millatning mushkulni qog'ini dindan ko'radigan, din bilan musulmonlarni farq etmaydigan, musulmonlarning nachar qilmishini dinga atib qo'ydigan mana mushundaq illatlar avib qolgan bugungi kunlarda har bir musulmon o'zini musulmon degan ekan, o'zini Uyg'urning avlodi degan ekan, bu Qur'on qandoq kitob deb mana bu haqda oz to'la aqallisi boshlang'ich savodga erishish, qilish kerak. Uchinchisi qarindoshlarimiz, bu oy sadaqa oyi, i'ona oyi. Agar biz mushni anglagan har bir qarindoshlarimiz kunda $1 sadaqat qilsak, ben şunun tavsiye qilman qardaşlar, jex biroqla qilib etmay, har kunisi, chunki may sadaqati, har kunisi $1 tapa olsak $1, €1 tapa olsak €1, jex qila olsak jex, kunda sadaqat berish, chunki bu bir ibodat. Mana bu bek muhim ibodat. Anandan keyin namozni jamoat bilan o'qish qarindoshlarimiz. Mana bu oyda, chunki jamoat bilan namoz o'qishning ajri bek katta. Hamma bu oydagi eng muhim oy, bir oy jamoat bilan 5 vaqt namozni o'qisak, bizda bir yaxshi odat yetildi. Anandan keyin qarindoshlarimiz tarovih namoz o'qish. Chunki men abiya 5 hadis dedim, ya'ni kimki mush tarovih namozini Alloh rizoligi uchun savob kutib o'qisa, gunohi afv qilindi dedi. Shuning uchun tarovih namoz o'qish, oxirgi kunlarda qo'limizdan kelsa itikob qilish va qo'limizdan kelishicha boshqalarni iftorga chaqirish qarindoshlar. Biz Uyg'urlar mehmon do'stligimizdan dunyoda namimiz chiqqan mushundaq esil sifatni esil sifat bo'lgan bir millat. Mana bu Ramazonda chuqum boshqalarni iftorga chaqirish, boshqalar iftorga chaqirsa berish. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda kimki bir odamni mana bir suv bilan, sut bilan, azroq narsa bilan bo'lsin iftor qildirsa, ash ro'z tutgan odamning ajri bo'ldi deydi. Ya'ni siz bir odam
Men 10 kişilik roza tutgan ecrini alay deseniz 10 adamni iftah kıldısınız. 10 adamның tutgan rozasının ecri sizge buludu. A roza tutgan adamның ecri kamlap kalmaydı. Bu ay dua ayı qarindaşlar. Çünkü şu Ramazan farz kılıngan ayetinin ahırısına basanlar ve iza sa'alaka ibadi fe inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an degan ayet var. Yani Ramazan ayında dua kılaydı. Çünkü Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 adamның duası icabet degan. Birisi roz tutgan adamның duası icabet, iftah kılışgan. İkincisi musafirning duası icabet degan. Üçüncüsü zulüm uçurguçunun duası icabet degan. Bizde baş üsbetning hammasi tepildi. Vatanımız Şarkı Türkistan üçün, Uyghur Müslümanlarının baxt saadet üçün, qarangı zindallarda yetivatkan, ahu zar çıkıvatkan qarindaşlarımızdan en yakın fırsatda aşu zulmetten qutuluş üçün ve sil bizni ittifaqlaştırıp o Şarkı Türkistan üçün hizmet kılıp Şarkı Türkistan'ın bir zalim komünistlarının kolduğun qutuluşqa sil bizni sebep çıkılış üçün dua kılaydı qarindaşlar. Kim biladi o? Sizning duoyingiz ijobat olmasa, uning duosi ijobat bo'lishi mumkin. Mening ijobat olmasa, sizning ijobat bo'lishingiz mumkin. Agar duoyimiz ijobat bo'lmasa, hargiz bekor ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo mush duoyimiz sababli ya qiyomat kunsi bu dunyoda bermaganni qiyomat kuni beradi, ya beşimiz kelgan balani mush duo orqali Alloh qaytiradi. Bu dua hargiz bekor ketmaydi. Bu dua itikab ey qarindaşlarımız. Allah subhanahu wa taala mush ayni ma'nilik o'tkazgili. Mush ayda boshqacha bir o'zimizdagi yaxshi suhbatlarni texim yitildirib, yomon suhbatlardan qutulib, bir suhbatlik musulmon, suhbatlik davo adam bo'g'ilib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.